Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Abral etigidagi xosiyatli yurt Do'ngmaza, Yiroq yaqingi mashhur savdo bozori. Shundaqla janub va shimolning muhim qatnash tuguni. Batur emgakchan aql farosatlik Do'ngmaza xalqi ikki qo'liga tayinib, bu yurtda tillada daston bo'g'idek shonliq natijalarni yaratgan. Biz bugün bu yurtda barliq kelgan madaniyat mevlaridan elni xabardor qilish, shundaqla ularning ma'rifat ruhidan oziq elish maqsadida bugun suhbatni uyushtirdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Do'ngmaza o'tir maktabining sobiq mudiri, peshqadam ma'rifchi Tayyip Toyir. Do'ngmaza o'tir maktabining mudiri Abduxalil Ziyovdin. Do'ngmaza bozoridan Atalla vakili Qosimjon G'ozi. Do'ngmazada 30 mingdan ortiq nopus var. Uyg'ur, Xanzu, Qozoq, Xuyzu qatorliq 9 millat tarixdan beri izil indaq yashab kelgan. Mening shu vaqtlarda suyundig'im bizning shu jafakash ustozlarimiz shaxsiyatsiz to'kib qo'yish ro'yi boshqalarning bolasini o'zining bolasidan chiqarib ko'radigan yaxshi bir o'qib bo'lganligi uchun o'qituvchi o'quvchilarningki mehr muhabbati bek cho'nqirdi. Endi asosan ayol ishimiz bolalarga davomli rag'batlantirish bilan ilhomlantirishni asos qilib, tanqidiy tarbiyani qo'shimcha elib bordik. Endi Tayyip efendim, biz mush Do'ngmaza ma'rif haqida so'zlashdan burun oldi bilan qarindoshlarimizga Do'ngmaza haqida bir tushuncha berishni muvaffaq topdik. Sizning nazaringizda Do'ngmaza qanday yurt? Do'ngmaza qadimiy yurt. Burun Do'ngmaza bu Borboson nom bilan atilib kelgan. Do'ngmaza 100 belgiga yo'l qo'yilgandan keyin Qodir yuzi degan nom bilan atilib kelgan. Ozodlikdan keyin Do'ngmaza degan nom bilan atilib kelgan. Do'ngmazada 30 mingdan ortiq nopus var. Uyg'ur, Xanzu, Qozoq, Xuyzu qatorliq 9 millat tarixdan beri izil indaq yashab kelgan. Do'ngmazaning hamma yeri sayohatga borib keladigan munbat zamin. Dehqonchilik bilan savdo sanoatini asos qiladigan oblast darajalik ikkinchi cho'ng bozor. Bu Do'ngmazaning atrofida çoğun yadikarlıklar mevcut. Do'ngmaza xalqi emgakchan batır xalq. Ma'rifni suydigan xalq. Do'ngmazada nurg'un uqmishliq zatlar, tadqiqotchilar, bilimli kishilar chiqqan. Endi Tayyip efendim bizning materiallardan egallashimizcha Do'ngmaza mush fanniy ma'rif eng boldir boshlangan yurtlarning birisi. Endi Do'ngmaza ma'rifining shakllanishida qandaq amaliy asos va foydali omillar mavjud deb qaraysiz? Do'ngmaza fanniy ma'rifi 1930-yillar atrofida maydonga kelgan. Shu mezgilda bu Sovetdan o'tgan Arshidin muallim Panjimga kelib, Panjimdan Do'ngmaza armiyalik o'ltiralashgan. Do'ngmazaning hozirgi Do'lan kentida Kevrvoy degan boyning qorasida fanni sinf ochgan. Şu mezgillarda nurg'un kishilarimiz sinf yetishmaslik, fanni ma'rif kamchil bo'lish ahvollarida nilq nahiyalarga opirib bolalarni o'qitgan. Mushu Arshidin muallim sinf ochgandan keyin buningda nurg'unlagan bolalar o'qib, shu Do'ngmaza ma'rifining asosini tiklashga boshlagan. 1985 yılları il oblastık radyo televizyon daşüzü tövende şöbe sınıflarını tesis kılan. Şu vakitte aslında naya dercik orunlarda okutu sınıfları tesis kılınadı. Bırak Do'ngmaza bir baza olsun mu? Aşı talep kılıp bizim kışımızı kırıp Ali mektepke malum iktisat sebeplerden baramaydigan o'quvchilarni oliy ma'rifdan bahramand qilishni talab qilib, keyin bizning oblastlik radio televiziya daşisi shuni tasdiqlab bir sinf ta'sis qilgan. Bumi shu Do'ngmazadagi
rehberlik, mağarcılarının alaylı köğül bölgelerinin neticesi dep karaydı. Endi Abdülhalil efendim, siz şu başlangıç toluksuz toluk otur mekteplerini Gulcinaye'de tamamlapsız. Gulcinaye mağarıpının ayni yıllardaki güllengen devrinin vekili bolup süptünüz bilen, şu vaktdaki mekteplerinin ahvali, mərifət havası qanda qaraysız? Ben özümden otur başlangıç mekteplerde okugan vaqtlarimni eslesem, hozirgi mektep sharoiti bilan biz o'qigan vaqtlardagi mektep sharoiti xeyli zo'r farq qildi. Mening shu vaqtlarda suyundig'im bizning shu jafokash ustozlarimiz shaxsiyatsiz to'kib qo'yish ro'yi boshqalarning bolasini o'zining bolasidan chor ko'radigan yaxshi bir ruh bo'lganligi uchun o'qituvchi o'quvchilarningki mehr muhabbati bek cho'nqirdi. O'quvchilarimiz bo'lsa o'qituvchilarni ulug' biladigan, hurmatlaydigan, ularningki har bir so'zni bir qonun deb qaraydigan, mektepke intilib turadigan, o'rganish qisqinchiligi yuqori, jafodan qo'rqmaydigan bir ruh botdi. Ota-onalar bo'lsa yana ma'rifni qo'llaydigan, o'qituvchilarni ulug' biladigan, hamma ishda o'qituvchilarniki deganni muhim deb biladigan yaxshi isl xislat bo'lganligi uchun shu vaqtlardagi sharoitlar nachar bo'lsa-mu, biz bilan tanqiramliq o'qigan bolalarimizning zo'r ko'pchiligi har qaysi bilim yurtlarida tirishib o'qib, keyin jamiyatning har qaysi sohalarida tirishib ishlab o'zining bir kishilik ta'sirini qo'shyotdi. Bu xalq va jamiyat tarafidan e'tirof qilinib kelinyapti. Ben 1983 yılı onu mektebim Döngmaza otur mektep bitirip Ali mektep kelgen. Hazır Yezigilik Üniversitede işlevatqanımga 30 yıl bo'lib qoldi. Mening taqirildığım muşu Ürümçide her qaysi saha, her qaysi kasblarda işlevatqan muşu bizningki ana mektebimizni bitirip mesela hizmet düşken yurttaşlar meyli çoğun olsun, meyli küçük olsun qerindaşlar her qaysi sahalarda partiya hükümetinin hizmetlerini yaxshi atqurib o'zininki tegishlik vazifasini ado qilib bizningki ana yurtimizga, ana maktabimizga o'xshash bo'lmagan darajada shon sharaflarni qo'shib keldi. Men 2002-yili Dongmaza to'liq o'tirni bitirib, a'lo natija bilan Şinjan Üniversitesi'ndeki radio televiziya axborot kasbi qabul qilinib, 2007-yili to'liq kursni bitirib, keyin davomli o'ylab o'qish orzusi bilan 2009-yili Koreya davlatlik Chongbuk Üniversitesi'ndeki psixologiya kasbiga magistr aspirantlikqa o'qish kirdim. 2013-yili o'qishni tamomlab vatanga qaytib kelgandan keyin Ürümçide o'zimningki bir kishilik xizmat o'rnini tepib, o'sha yerda ishlab kelyapman. Bugungi bu program orqali Dongmaza to'liq o'tirdiki bizga ajr so'ndirgan shu jafokash ustozlarimizga, shundaqla hozir shunday maydonda program qatnashayotgan qadrdon dadam Davud Mollaga chin dilimdan rahmatimni bildiraman. Endi Qasımjinka, siz asli Bülükey'den kendisiz. Şundaq-ku? Döngmaza qanda bir maqsad bilan kelib qolgan? Ben asli 10 yar Yeza Bülükey kentida tug'ilib, o'smirlik davrimni shu yerda o'tkazdim. Keyin xizmat munosabati bilan Döngmaza bozorliq Azgal kenti 2-guruhga kelib, o'ltiraqlashib shu yerda turgan. Sizning qancha bolangiz bor? 2 qiz, bir o'g'lim bor. Ularning o'qish ahvoli qanday? Cho'ng qizim Gulnaz Döngmaza o'tir maktabni a'lo natija bilan bitirib, Şinjan Tibbiy Üniversitesi'ndeki doğrugerlik kasbida magistrlik aspirantlikni bitirib, hozir G'o'ljinoyli xalq doktorxonasida ishlayapti. Yani ikinci kızım Gülpiyam. Gülpiyamma Döngmaza o'tir maktabdagi ustozlarniki ajr singdirishi bilan o'tir maktabni a'lo natijada bitirib, Şinjan Üniversitesi'ndeki sayat boshqarish kasbini magistrlik aspirantlikla bitirib hozir oilada xizmat qilib Hem de oğlum Nicat, o mu Şinjan Üniversitesi Baylık ve Muhit İlmi İnstitutu'da magistr aspirantlikni din başka hazır doktorluk imtihanını ötüp okuşga başlaş aldırdı.
Endi asosan er ayol ishkimiz bolalarga davomli rag'batlantirish bilan ilhomlantirishni asos qilib, tanqidiy tarbiyani qo'shimcha elib bordik. Ikkinchi tarafdan oilada bolalarga tarbiya berishda o'qituvchi ustozlar bilan birdaklikni davomli izchil turda saqlab keldik. Uchinchi jihatdan oilamizdagi inoqlik muhitini bo'libmi er ayol o'tirsidagi bolalar farzandlarga ulgu bo'lgudak muhitni hozirladik. Mana shunday qilish orqali bolalar bilan ham suhbatda ozoda, keng kushada paranchalaydigan, ular bizdan har qanday savolni so'ray oladigan, oilada ya'ni otaninki bolalarga nisbatan zo'mgarligi yoki onaning bolalarga nisbatan zo'mgarlik ishlari mavjud bo'lib boqmadi. Assalamu alaykum cemaat. Benim 12 balam var, köpçülük. 9 oğul, 3 kızım var. Ben 9 balamı şu örlep Daşi'de okuttum. Kore'de okuttum, Germanya'da okuttum. Ballarım cemiyetinin her bir sahasında işlemekte. Ben üzem bir dehkan ailesi. Maçtak bir şarayatta kıyımcılıklara yol vermeyi, tırmışıp, bal okutup, bugünkü halletini peyda kıldık. Bunu emdi ben üzem kıldım mı? Andak emez. Bireye partiyanın bizge bergen, yaxşı şarayet, yaxşı yol, yaxşı turmuş, evzelligi bolsa, ikincisi okutkuç koşullarının, her bir maarif sahalarının, her bir orullarının ebek teyip kendinde köngül bölüşü bilen bu şarayet hazırlandı. Ben bununla köp rahmet etmem. Ben özüm 70 neçe yaş geldim. Muşu 70 neçe yıllık hayatımda atamızın ruhunu cari kıldırıp bala terbiyeleş meselesi de izcil ehemmiyet verip 7 balamba 7'lisini daşı seviyeli kıldım. Bunundan keyin tekimicik izbasarlarının çıkışını elbette tasavvur kılalayımız. O kişini tost koyup bir ay bir çetin kesak koyumuz. Bir çetin tam sokumuz. Bir çetin yağaş aklayımız. Aşında kılıp biz sınıf yaşadık. Biz aldılar o'qituvchilar qo'shin qurilishiga alohida ahamiyat berib, sapasini yuqori ko'tarishga tirishdik. Benim şu iki farzandim kelgüsideki farzandlarning avlodlarniki onasi bo'ladi. Teyip efendim, hem de siz muşu yurtni yüksek palligi yetkizgen avral ruhi, marifat ruhi hakkında özünüzün qarashlarini so'zlab baqsangiz. Döngmaza marifi gülünüş basmış kadem koygan marif. 1975 yılı Döngmaza'da toluksuz ottur mektep Döngmaza başlangıç mektepinin yenidi kuruldu. Ben izem şu sınıfı mesul bulup bir ayda şu sınıflara iktidarçılık kıldım. Münasebetlik partikom, hükümet, mart tarmaqlarının yardım bilen o'qituvchilarni yig'dik. Dastlabda biz Salima muallim deb, shu Salima muallimni taklif qilib, buni yo'tkab akeldik. Hanzo sinfga mas'ul qildik. Biz yetishib bo'lamagandan keyin Ibrahim qari muallimni yo'tkab akeldik. Mushu jarayon ham o'qituvchini to'liqlash deb bordi. To'qisaradan Abdulmalik muallim yo'tkilib kelgandan keyin bizning kuchimiz yana bir to'lqinlab, to'rtimiz shu sinfni bir yilgacha o'qitdik. Endi bayqi part o'rnida mashqni qanday qildik? Sal yo'g'onroq daraxtlarni kesib, qo'ziq yasadik. Qo'ziqni qoqdik. Qiqib taxtayni uning mixladik. To'van araklarini o'rindiq qildik. Egiz araklarini o'quvchilar xat yozgan ustal qildik. Mushuning bilan o'qitishni mushundaq qiyin sharoitda davomlashtirdik. Bunun o'quvchilarning mushundaq qiyin sharoitda yanmay o'qishida biz ular bo'lgan idiy xizmatni kuchaytirdik. Biz bir yildan keyin mushu Döngmaza bozorniki Döng mahallasida ko'ni bir boshlang'ich sinflar bo'lib, ashaga chiqdik. Bunun bilan biz bir yil o'qitgandan keyin yana bir yil ikki sinf o'quvchi qabul qildik. Shuning bilan 4 sinf bo'ldi. 4 sinfda biz o'qishni to'xtatib qo'yib, bir ay
bir chetdan kesak qo'yamiz, bir chetdan tom soqimiz, bir chetdan yog'och axlaymiz. Shunday qilib biz sinf yasadik. 4 sinfni yasab, bolalarni bir oydan keyin ashada bemalol o'qiydigan o'qish fursatiga ega qildik. Bir yil o'qitgandan keyin 1977-yili bozorlik partikom, hukumat, mart tarmoqlarini tasdiq bilan bu o'ttir maktabni texnik mukammallashtirib bu ayırıp çıktık. Ayırıp çıkandan keyin o'qituvchilar qo'shini bizga texnikni ig'ir bisimni keltirdi. Shuni qanday qilish kerak? Shuni bozorlik partikomga hukumatga kirdim. Ahvol hammasini inkas qilgandan keyin oliy maktabni bitirib, ma'lum sabab bilan tuvanda bo'lib qolgan, to'liq o'ttir maktablarni o'qib, yaxshi o'qib, tuvanda bo'lib qolgan. Shuningdek, ba'zi bir yo'tkash tegishli o'qituvchilarni bularni hammasini istatistik qilib bir chetdan yo'tkash boshladim. Masalan, bizning Said Ahmad Karash muallimimiz yangi hayotda men ashaga velosiped bordim. Dars o'tib bo'lgandan keyin buni chaqirib chiqib, ahvolni devidim, bu o'ylanib qoldi. Orliq shiroq, qanday qilsam bo'la, bu ishkilinib qoldi. Men ashada turmushdagi qiyinchilikqa men ega. Har qanday qiyinchilik bo'lsa, buni yengish bo'ladi, ammo bolalar o'qishsiz qolsa bo'lmaydi. Safasiz bo'lib qolsa, kelgusi jamiyatga yuk bo'lib qoladi. Buning o'zi bir jinoyat dedim. Shuning bilan bu o'qituvchining ideyasini o'tkazib, bozorlik partikomga ahvona dedim. Bozorlik partikom meni qo'llab bo'ladi deb qiyinchiligimizni hal qildi. Mana bugun bizning o'qituvchimiz Hibullah kelib o'tiryapti. Mana Hibullah o'ttir maktabni yaxshi o'qigan o'quvchi. Tövən ishlayapti. Buning yaxshi o'qiganligini, uning diplomini ko'rib turib, biz ishga bog'lab, Hibullahni bir qadar imtihon ish orqali sinf o'rlashtirdik. O'rlashtirgandan keyin Hibullah qanday qildi? Maktab bo'yicha eng mukammal matematika o'qituvchi bo'lib chiqdi. Jamoliddin muallim Shinjang universiteti fizik fakultetini bitirib, Oqsuq bo'lingan. Bu Oysadan qaytib kelgan. Tövən ishlab qolgan. Qanday qildik? Shu muallimni biz akeldik. Demak, mushin akilish orqali biz mart tarmoqlarga to'xtamay minib, xizmatni asliga keltirib, uning judunligini qo'zg'atdik. Shuning bilan bizning maktabning fizik o'qituvchi masalasi hal bo'ldi. Mushu maktab qurilgandan keyin mayli maktab tashkil bo'lsin, mayli o'qituvchilar qo'shini bo'lsin, mayli o'quvchilar bo'lsin, talabni qattiq qo'ydik. Shuning bilan biz o'qituvchilarni tarbiyaladik. O'qituvchilarni tarbiyaladik. Masalan, turli kurslarga batdik, o'z o'rnimizda tarbiyaladik. Shunday usullarni qo'llandik. Shu o'quvchilar bilim berishda ma'lum masalalar yechilmasa, o'qituvchining sinf kirishiga qat'iy yo'l qo'ymadik. O'qituvchi shu o'tadigan darsni mukammal o'zi singdirib, bemalol o'qiy oladiganda sinf kiradi. Mushu tizimni yo'l qo'ydik. Oliy maktabga bizning o'quvchilarni shu yanala talab loyiq emas deb qaradim men. Munosabatli o'rinlarga biz borgan vaqtda o'qitish sifatlarini ko'rganda, o'qitish usullarini ko'rganda yana biz tuvanda his qildik. Bizniki mushu bir necha qitim mushu oliy maktabda imtihon qilganda bizning grammatikamiz tuvan bo'lib chiqib, zotli bu yuqorilmadi. Biz o'qituvchilardan mushu Hoshim muallimni biz Urumchiga avatdik. Zotli bizning grammatika o'qituvchimiz nima uchun tuvan bo'ladi deb bu Urumchiga avatgandan keyin bular Urumchida bir qator tashrish tadqiq qilib, qaytib kelib shu yili bolalarga taqlid savollar bilan bolalarni tarbiya qilganda grammatikaning oliy maktabga o'sish nisbatida 97% egalladi. Endi oliy maktabdagi o'quvchi qabul qilganda shu mazgillarda intayin zil bo'lib ketdi. Masalan, manevrga o'quvchi qabul qilganda bu o'quvchilar o'tmay qoladigan, ba'zilar manda bo'lib qoladigan, ota-onalardan xil fikr tushadigan bo'lib qoldi. Shuni biz qanday qildik? Manevrga olganda biz şu oxirgi chekdan 20 o'quvchini to'valtib tashirdik. Mushuning natijasida bizning to'liq o'tir sinfimiz 1980-yilda birinchi qarorliq o'qish bitdi. Mushu birinchi qarorliq o'qish bitganda 50% o'quvchimiz o'tir texnikum, oliy maktab, maxsus kurs, to'liq kurs o'tdi. Bizning mushu Do'maza ma'rifi xalq ichida yiltil tatib Abral ma'rif ruhi kishilendi xalq ichida. Endi Abduxilla efendim, siz Do'maza o'tir maktabninki yosh va umid mudiri bo'lib sifatingiz bilan mushu Do'maza maktabininki hozirgi ahvoli haqida bir uchur berib o'tsangiz.
Bizning maktabning hozirgi ko'lami 69 ming. Bu turmush rayoni bilan o'qitish rayoniga bo'lingan. Endi o'qitish rayonimizda G'uljin rayonlik partkom va xalq hukumati shundaqla ma'rif idorasiniki qo'llab-quvvatlashi bilan asob uskunalari to'liqlashgan, zamonaviy o'qitish qurollari to'liq saqlangan 4000 kvadrat metrlik o'qitish binomuz bor. Uning bilan birga 2500 kvadrat metrlik tajriba uskunalari to'liq saqlangan o'quvchilar bemalol tajriba ilib bora oladigan tajriba binomuz bor. Turmush rayonimiz bo'lsa 1500 kvadrat metrlik 2 qavatlik o'quvchilar oshxonasi, 2300 kvadrat metrlik 3 qavatlik o'quvchilar yotiqi, 2500 kvadrat metrlik 6 qavatlik o'qituvchilarning yotoq binosi bor. Endi hozirgacha maktabimizda 33 sinf ta'sis qilindi. Jami o'quvchi sonimiz 1484, o'qituvchimiz 136 atrofida. Maktabimizning joylashgan o'rni Do'ng'aza bozoriga joylashgan bo'lsa-mu, lekin Nalqisuptay, Maza, Qash, uning keyinda Bayto'qay, Samiyuz, Uyg'uriston, G'arb tarafida Orzudan 10 yer yesi bor. Bu yezlardagi 100 mingdan ortiq har millat xalqining farzandlarini yaxshi tarbiyalab, jamiyatga yaramli odam qilish jarayonida Obral etigidagi ma'rifat, o'shki xos ro'yin joriy qildirib, o'zining bir kishilik to'kisini qo'shyapti. Endi biz o'zimiz Tibkomdagi mudirimizniki yaxshi ma'rif ro'yini yetildirib qo'yish aqsida maktabimizda ba'zi bir ishlarni to'liqlab qilyapmiz. Masalan, biz oldinlar o'qituvchilar qo'shin qurilishiga alohida ahamiyat berib, safosini yuqori ko'tarishga tirishdik. Uning keyindan shu ota-onalar maktabining rolini unumli foydalanib, ota-onalarimizning o'z farzandlarini jamiyatga layoqatli tarbiyalash safosini yuqori ko'tardik. Uning keyin darsxona o'qitishiga cho'nqur ko'ngil bo'lib, o'qish unumini yuqori ko'tardik. Yani biz o'quvchilarimizniki axloqiy ta'lim tarbiya xizmatini yaxshi ishlab, hozirgi millatdan vaziyat to'g'risidagi tushunchani texnik mukammallashtirib, inoq ittifoq bo'lgan maktab sharoitini yaratdik. Biz mana shunday jafoliq kurash qilish orqali hozir maktabimiz Abnur rayon, il oblasti, G'uljin rayoni tarafidan o'qitishda ilg'or o'rin, yeshillashgan bexatar o'rin, shundaqla axloqda namli o'rin qatorliq 50 tür bo'yicha mukofotlarga erishdik. Yaqinqi natijalarimizga nazar solsakmi, bizning shu 3 yillik Uyg'ur tilida oliy maktabga imtihon bergan natijamiz Noya va oblast bo'yicha oldin qatorda turadi. Tilga elib o'tishga tegishligi shu 2015-yili oliy maktab Uyg'ur tilida imtihon qatnashgan o'quvchilarimizning ichida bir o'quvchimiz Abnuraym bo'yicha 5-yillikka, yana bir o'quvchimiz Abnuraym bo'yicha 10-yillikka erishib, maktabimizga zo'r shon-sharaflarga keldi. Bundan başka men o'tganda bir istatistika qilgan, shu Do'ng'aza o'rta maktabining to'liq o'rta qismini o'qigan 10 ga yaqin maktabdoshlarimiz davlatimizning va Shinjon har qaysi bilim yurtida bilim olib, uning keyindan chet elga chiqib, chet ellarda Germaniya, Rossiya, uning keyin Koreya, uning Yaponiyalarda bilim tahsil qilib, vatanimizga qaytib kelib, har qaysi sohalarda o'zining bir kishilik asarni qo'shyapti. Endi Qasimjon aka hem bayam dedik, 3 farzandingizni o'qitibsiz. İkisi qizga. Mush qizlaringizni nima maqsadda o'qitib qoldingiz aka? Ona bir ulug'. Dunyodagi har qanday bir inson onasiz tug'ilmagan deyishga bo'lmaydi. Mening shu 2 farzandim kelgusidagi farzandlarning, avlodlarningki onasi bo'ladi. Millatimizningki kelgusi uchun tök o'qishga ularga ajr singdirdim ham ularni o'qitdim. Endi men bir gapni anladım. Shu pensiyaga chiqdingiz o'zingiz shundaqmi? Shu vaqtda aram olmay, kuyovingizning o'rlab o'qishi, doktorlikda o'qishi uchun osonlik yaratib berib, shu navrlarni beqib o'tiribsiz. Mush jafo tortishingizda bir alohida hikmat bormi, yo'qmi aka? Bu serios endi. Benim hozir bir o'g'lim bor, kuyovim. O kuyovim bo'lgan bilan o'zimning o'g'lidek. Kudlarım bilan bek inoq o'taman, ham kudlarimni shundaq ma'rifatparvar bir oilasidan. Kuyovim Shinjon tibbiy universitetini magistrlik aspirantligini bitirib, Sudarvaz doktorxonasiga xizmat etdi. O'tgan yili tibbiy universitetda doktorlikka imtihon berib, o'tgan vaqtida biz ikki taraf qo'llab bolalarni quvvatlab, navrlarni hozir rost demoqchi, ikki taraf qo'llab talishib beqiyotimiz. Shunday yaxshi bir sharoit yaratib berdik.
Assalomu alaykum. İsmim John Donghay. Uyg'urcha ismim Ali. Ma maydondagi barliq aziz mehmonlar, yaxshimisizlar? Men bu Dumazar o'rta maktabdan bitirib chiqqan, Shinjongda bitirib chiqqan bir o'quvchi ekanman hozir. Men shularga bak minnatdorlikni bildirish uchun oliy maktabda bundan keyin texnik yaxshi o'qib, bir yaxshi natijalar bilan bitirib, o'zimni yurtim uchun, jamiyat uchun, yana davlat uchun bir yaramdaq, bir yaxshi odam bo'lishni shundan qarab turishman. Ayni vaqtdagi ahvollarni eslaganimda haqiqatan Do'ngmaza o'rta maktabining ahvoli nihoyat edi. Ayni vaqtdagi bir korpus 3 sinf botdi, korpusning oldida bir tip o'rik botdi. O'quvchilar dars kirib ketgandan keyin biz shu o'rikning tuyida o'ltirib dars tayyorlig'imizni qilatdik. Mana bugungi kuni kelgan chog'da Do'ngmaza muarifi haqiqatan gullanib, shundoq bir yaxshi sharoitlarga ega bo'ldi. Bularning hammasini ayni vaqtdagi pishqadam mudirimiz Teyipganning to'hpisidan orlig'ini bo'lmaydi. Abduxil efendim, endi sizning mush maktab madaniyati barpo qilish ham mush maktabni yaxshi boshqarishda qanday planlarınız var? Mush haqda sizning gaplaringizdan anglab o'tsak. Biz maktabimizning hozirgi amaliy ahvolidan chiqish qilib turib, yuqoridagi xizmatlarni ching tutib ishlash bilan birga bizning to'liq o'tiriq qismimizni yana kengaytirib, hozir to'liq o'tiriq o'qitishimiz asosan uyg'ur tilida ilib berildi. Shuningga qo'sh til bo'yicha o'qitish ilib berish, yana birisi xanzu til bo'yicha o'qitish ilib berish sharoitlarini hozirlab, bizning peshqadam ustozlarimizning ro'yini texnik joriy qildirib, uning keyin shu doiradagi xalq ommasiniki o'sha tantarbiya, go'zal san'at, rasm qatorliq jihatlarda alaylik bolalar uchun alayli sinflarni qurib, ularning o'zining xos xarakteri bo'yicha atrofli tarbiyalanishga yaxshi sharoitlarni hazırlamoqchi. Shuningdan bir vaqtda maktabimizni ota-onalar rozi bo'lgan, jamiyat uchun xizmat qilgan, davlat uchun ixtisos egalarini yetishtirib chiqadigan ma'rifat bo'shki qilib yetishtirib chiqishga har vaqt tirishimiz. Biz bugun Do'ngmazadan kelgan bir turkun muarifchilar, shundaqla ota-onalar vakillari bilan Obral etigidagi ma'rifat bo'shiga Do'ngmaza degan temada nihoyat ko'ngilli paranglashdik. İlim hidi qaplagan G'o'ljinoya qurush strategiyasi ta'kidlanayotgan bugungi kunda Do'ngmaza ma'rifining o'tmishi va buguni haqida o'ylanish, shundaqla uni tema sifatida o'tirib qo'yish intayin muhim. Biz oxirida Batur Emgakchan, shundaqla ma'rifat suyar Do'ngmaza xalqining ma'rifni va madaniyatni o'z olqinda texmi qadrlab, bundan keyingi taraqqiyotini texmi parlaq qilishni chin qalbimizdan umid qilamiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.